Oltinchi savol. Al-Misoq haqida. Musulmonchilikda quyidagicha savol-javoblar bor. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Gumonim bor. Menda guvohim bor. Aytchi guvohingni. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri va hokazo. Iltimos shu mavzuga doir to'liqroq ma'lumot bersangiz. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Misoq ahdnoma deganidir. Alloh taolo qadimda Bani Odamdan al-Misoq ahdi paymon olgan. O'sha al-Misoq ahdi paymonga asosan barcha odamlar Allohni Rob deb bilib, unga shirk keltirmay, faqat tavhid asosida yashashlari lozimdir. Alloh taolo A'rof surasida marhamat qiladi. Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Robbing Bani Odamning umurtqa pog'onasidan qiyomat kuni bundan g'ofil edik demasliklaringiz uchun zurriyotlarini olib o'zlarini guvoh qilib, Robbingiz emasmanmi deganida xuddi shunday guvoh bo'ldik deganlarini esla. Bu oyati karimada g'aroyib bir holat ta'rif etilmoqda. Alloh taolo o'ziga ma'lum bo'lgan bir paytda qiyomat davrigacha dunyoga keladigan barcha odamlarni otalarining sulbidan urug'lik holatida chiqarib olgan va o'sha urug'liklarga Robbingiz emasmi deb savol bergan. Bu savolni berishdan birinchi maqsad ularni o'zlariga guvoh qilish bo'lsa, ikkinchi maqsad qiyomat kuni bundan g'ofil edik demasliklari uchundir. Mazkur ilohiy savolga hamma zurriyotlar xuddi shunday, ya'ni albatta sen Robbimizsan, guvoh bo'ldik deb javob berishgan. Shunga binoan inson urug'lik paytida, ya'ni ona qorniga o'tganda va inson bo'lib yaralganda Allohning Robb ekanligini e'tirof etguvchi tabiat sohibi bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo uni shu holda yaratadi. Qisqasi, odam bolasi onadan Alloh taoloning tavhidini, yagonaligini tan oladigan sof tabiat bilan dunyoga keladi. Chunki uning o'zi urug'lik holidayoq Alloh taologa al-Misoq ahdi paymon berib qo'ygan. Insonning ushbu al-Misoqqa ahdi paymonga sodiq qolishi yoki xiyonat qilishi keyingi omillarga bog'liq. Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqa hadis ilmi imomlari Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu gapni bayon qilganlar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: Kullu mawludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. Har bir go'dak sof tabiat ila tug'iladi. Bas ota-onasi uni yo Yahudi, yo Nasroniy yoki Majusi qiladi deganlar. Ya'ni tarbiya qilishda shunday yo'l tutadilar. Demak, Alloh taolo inson tabiatini tavhidga mos ravishda bunyod etgan. Qay bir inson o'zining azaliy sof tabiatini asrab qola olgan bo'lsa, mo'min musulmon bo'ladi. Kimki o'z tabiatini sof holda saqlay olmagan bo'lsa, kofir, mushrik, xudosizga aylanadi. Chunki aslida kofirlik, mushriklik va xudosizlik inson tabiatiga ters narsalardandir. Alloh taolo ushbu misoqni va guvohlikni Bani Odam zurriyatidan talab qilishining asosiy sabablaridan biri, avval aytib o'tganimizdek, qiyomat kuni biz undan g'ofil edik demasliklari uchundir. Qiyomat kuni haqiqatda ham
mazkur da'voni qilmasliklari haqidagi haqiqatni imom Ahmad ibn Hanbal va boshqa imomlar Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifdan anglab olamiz. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taolo qiyomat kunida azobi eng yengil bo'lgan do'zax ahliga: aytchi, agar yer yuzidagi hamma narsa seniki bo'lsa, qutulish uchun to'lov berarmiding? deydi. U ha deydi. Alloh: men sendan bundan ko'ra oson narsani xohlagan edim. Odamning sulbida turganingda menga hech bir narsani shirk keltirmasligingga ahdi paymon olgan edim. Sen esa faqat shirk keltirishni xohlading deydi, dedilar. Vallohu a'lam.